Allohim erimning ko'ziga eng go'zal va eng nurli qilib faqat meni ko'rsatgan. Begona ayollarni yoqimsiz qilib qo'ygan. Turmush o'rtog'imni o'zingga omonat qilib topshirdim. Ishlarini rivojini ber va barakatli qilgin. Amin. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Sen yoqtirgan shirinlikni olib keldim. Buncha zo'r. Rahmat. Jonim, ko'zimni quvonchi, baxtim. Har doim yonimda bo'lgan. Farishtam boringga shukr. Rahmat. Yuring, ovqatlanamiz. Telefon tekshirish shart emas, urush janjal shart emas. Shunchaki duo qiling. Va u qanday qilib siz orzu qilgan erkakka aylanib qolganini o'zi ham bilmay qoladi. Sevgingizni nazorat bilan emas, duo bilan mustahkamlang. Siz ham buni his qilmoqchimisiz? Izohlarda duo so'zini yozib qolding va men siz uchun maxsus tayyorlangan videoni jo'nataman.